Assalomu alaykum hammaga. Bugun 14-iyul hafta kuniga seshanba. Biz yangi xonajilarimizni olib kelib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasam bitta obzorni boshlaymiz. Mana bu xonajin, boqma xonajin. Bo'ylari taxminan 1 metrda atrofida chiqadi. Mana ko'tlari ham yomon emas. Juda chiroyli narsa. Boshlari ham, shoxi ham o'sgan emas. Buni narxini 14 million so'm kami bor. Xudo xolasa akalar bizdagi mollarni olib sotirlar, olib ham foydalanadigan darajada arzon. Bittagi xonajinimiz. Mana bu ham ola, chiroyli. Oq tuyoqlari bilan oq dumli. Ko'tlari ham butun. Juda chiroyli narsa. Buni ham bo'ylari salkam bir xil. 1 metrda atrofida chiqadi. Buni narxini 14 million so'm kami bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p. Kichkina xonajilarimizdan so'raganlarga kelamana. Yebish joyida sog'lom yosh bo'zaycha. Bu xonajinimiz narxini 13 million so'm kami bor. Kelib aloqaga chiqib, so'rab savdolashib olaverasizlar. Albatta xonajinimiz. Ola xonajin so'raganlarga kelamana. Juda go'zal narsa. Ko'tlari ham butun. Bizda xudo xolasa akalar umuman unaqali tutda mollar yo'q. Tutda mollar yo'q. Kechagi buqachalarga ulgimay qoldilaring, sotilib ketib qoldi. Bugun xonajinlarni olib keldik. Buni ham narxi xuddi shunaqa 13 million so'm kami bor. Kelar aloqaga chiqaverasizlar. Bizda Xudo xolasa har hafta mol keladi, har hafta joylashga harakat qilaman. Iloji boricha sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, like, podpiska bosish esdan chiqmasin akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.